Strashniy holatdagi Cobalt sotib oldik, ko'rsanglar bo'ladi. Sideni bu yoqda turibdi, tomi bu yoqda turibdi. G'ijim qilib tashagan akalar. Oldin o'rdalari sepilib ketgan. Kapot, krilo, fara, bamper, shveller, radiator, eshik, orqa eshik, tom vahshiy ko'tarib tashagan. Laboy holatlarini ko'rib turibsizlar, laboylari archilib ketgan akalar. Oldin o'rdalari vahshiy sepilib ketgan, motor korobkasi but-buton. Bu mashinani mana shu holatda sotib oldik va sirazi notarius qilib oldik akalar. Pullarini naqd sanab berdik va hujjatini qilib oldik. Ko'rsanglar bo'ladi, mashinamiz juda ham og'ir holatda. Bu yonlarida ham ishlari bor. Bakoylari uzilib ketgan akalar. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Airbag otgan. 2014-yilgi Cobaltda airbag otgan. Bu mashinamizning probegi 80.000 kilometr ekan. Probegiga qiziqib oldik. Orqa bagajlari but-butun turibdi. Bu yonlari vahshiy og'ir holatda akalar. Akalar, bu mashinani mana shu holatda Qashqadaryodan sotib oldik. Bilasizlar, biz butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa avariy mashinalarni zo'r narxlarda sotib olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar va bizga avariy mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha suyunchi puli beramiz. Bemalol murojaat qilaveringlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.